O'zbekiston Respublikasida hozirgi vaqtda o'tkazilayotgan 14-yanvar Vatan himoyachilar kuniga bag'ishlangan tadbirlar keng miqyosda olib borilmoqda. Mana hozirgina Farg'ona davlat universitetida ham Vatan himoyachilariga bag'ishlangan bayram o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining yosh avlodni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalashdagi faol ishtirokim uchun ko'krak nishonim bilan taqdirlandim. Mana bugungi bayram bilan hammalaringizni milliy armiyamizning 34 yilligi va Vatan himoyachilar kuni bilan barcha harbiy xizmatchilarni va uning oila a'zolarini, harbiy xizmatni o'tagan ofitserlarni bayram bilan tabriklayman. O'zbeklarning bu dunyoga